Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining naq maydon suhbat programmasiga takror xush keldinglar. Biz ibaytimmo sizlarga eskartib o'tganimizdek, hozir biz BDT Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichidagi hozir ko'rib turganinglardek 51 navbatlik umumiy vakillar yig'inining ichidan chiqdik. Bu yig'in hozirim davomlashyotdi. Yana 15 minutlardan keyin bu yig'inlarni oxirlashadi. Bizningki tövendeki ziyaret qilmoqchi bo'lgan kishi bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultayiningki bayonotchisi ve qurultay ayollar komitetininki mudiri Zumratay xonim bo'ldi. Xo'sh, Zumratay, Dunyo Uyg'ur qurultayi bu 51 navbatlik umum vakillar yig'ini boshlangandan beri bo'libmi o'tgan haftadan bu haftaga cho'g'an bir hafta jarayonida izchil holda bu yig'inda qatnashish bo'lsin, o'zlari ayrim yig'in ichish bo'lsin, turli xizmatlar bo'lib keldi. Dunyo Uyg'ur qurultayiniki bu bir haftalik xizmat xulosasida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Ko'p rahmat. Biz siz degandek Dunyo Uyg'ur qurultayi biz dushanbadan yog'im shu kishilik huquq kengaytirish yig'inida qatnashib kelyapmiz. Ham taladimi, BDTning oldidimi namoyishlarni qilib va ko'rgazma elib bordik. Bugun ko'rgazmani shuna muvaffaqiyat oxirlashtirdik. Bu kishilik huquq yig'ini boshlagan yog'i 2 haftadan oshdi. Hem de bugün mağabda texmi mühim noktalarga keldik. Mesela bugün neçe devletler Uygurlarning vaziyetini düşündürüp çıktı ve şu bütün halkara cemiyetinin Uygurlarning hazırki erkek kırgınçılıkla ciddi bir şekilde bir iş kılışını talep kıldı. Bundan sırt biz bu yığın katnıştın sırt yana BDT'nin içinde paralel yığınlar içilip vardı. Mesela teşkilatlar, halkara teşkilatlar özleri ayrım paralel şekilde yığın içip öz xalqan məsələlərini oturub qoyatdı. Məsələn biz düşənbə günü bir neçə təşkilatlar bilan co-sponsorluq qılıb bir yığınni Xitay hökumət toğruluq bir yığın açdıq. Bu Tibetliklər bilan, Hongkongluklar bilan və Uyğurlar bilan bir yığın içildi. Bununla Dolqun bizning rəisimiz Dolqun Eysa rəisimiz sözüldü. O yığında həm də bütün diplomatlar keldi. Diplomat, jurnalist və oxşamagan təşkilatның adamları həm Xitay mı keldi zaten. Bu hem de bir yaxşı bir fürsət. Çünki məsələn bu yığında söz yələyimiz, lakin a paralel yığını özümüz açqan yığın boğaşqa özümüzün gepini texmi yaxşı həm çıxraq vaxtını elib özümüzün nöqtə söz yələyimiz. Bununla həm də diplomatlar gəlgəndikmi bulağımı aşağıda özümüzün tələblərimizni qoyuşqa bir fürsət buldu. Muş arqılıq biz nurgulğan diplomatlar bilan görüşdük. Yığın saxlığaş yoki muş yığın qatnaşqan jarayondamı nurgulğan diplomatlar bilan görüşüp, nurgulğan hökumətlərinin adamları bilan görüşüp, hazırki vəziyyətni hem hazır vəziyyətinin ağırlığından muş fürsətni çim tutuş kerak. Çünki doklad çıktı BDT Ali Komissar İşxanasının hem Uyghur sotunun kararı mı çıktı 12. ayda hem bu tünügün biz yeni bir faaliyet kıldık. O faaliyet bu axbarat yığını açtık. Bunu biz şu Şveysariya axbarat klubusida açtık. Bütün merkez şu Şveysariyadaki Cenevadaki merkezimdi axbarat yığını açılgan. Şununla bir qancha muxbirlar keldi, New York Times'in keldi, Reuters'in keldi, radyo televizyon Şveysariya radyosunun keldi. Hem online arqılıq mı muxbirlar qatnaşdı ve diplomatlar qatnaşdı. Tünügün yığınımızın nemisi şu Uyghur Sot'taki Uyghur Sot kollektiv mesela Sir Jeffrey Nice ve Nick Vesh efendimden kelip ular özlerinin tünügün Uyghur Sot'nun kararının bütünley toluk kararını tünügün çıkardı. Bütün şu annex deyimiz kararı ağan jarayandaki köygen nəslər, dokladlar hemini ulap çıkardı tünügün 346 betlik doklad. Şunu bu şu fürsətdimi bula aşını elan kıldı hem Human Rights Watch xalqara kişilik hüquq gözetiş təşkilatıdır. Anadolu'daki xalqara kişilik hüquq mərkəzi biz bilan co-sponsorluq qılıb axbarat yığını bir yarım saatlik muvaffaqiyatlik ötküzdük. Bununla bizning lager şahitimiz Gülbahar Hatibacı mədəmimiz kelib sözləb bədi. Bizning Dolqun Eysa rəisimiz sözüldü. Bu jarayonda hem de şu Uyghur dokladının Uyghur şu BDT'nin doklad çıktı hem de Uyghur sotunun kararı çıktı hem de xalqara
xalqaradan davlatlar hamda Uyg'ur qirg'inchilikni cho'qim bir jiddiy tutib, mushu BDT'ning ishida bo'lsin, Jenevada bo'lsin yoki New Yorkda General Assembly'da bo'lsin, mushu fursatni tutib bir resolution chiqarib, ham mushu Xitoy to'g'riliq va Uyg'urlar to'g'riliq bir urgent session debate muzakkir qilib BDT'ning ishida qilishni talab qildik. Shunga bizning faoliyatlarimiz ko'p bo'ldi bu hafta. Oldimizga hafta texnik yana bor faoliyatlar. Masalan, ata yana yig'in davomlashadi. Ata Xitoy hukumati paralel bir yig'in ochmoqchi. Bu yig'inning ismi bizning vatandagi Amdullah Xinjiang deb atadi. Xinjiangdagi kishilik huquqni qo'g'dash deb bir yig'in ochmoqchi. Bu yig'inga biz albatta qatnashimiz ata, chunki bizning yig'inimizga Xitoy qatnashdi, ham biz atadagi fursatni ching tutib, savollarimizni va talablarimizni shu Xitoyning o'ziga qo'yamiz. Bizning o'ylashimizcha Xitoy cho'qim bir Uyg'urni bizning vatan Sharqiy Turkistondan akilib so'ziltidi, majburiy. Shunga biz uning qatnashib o'zimizning nimasini narrativini ko'rsatishga tirishimiz. Təfsili məlumat bəginiz üçün sizə köpdən köp rəhmət. Hörmətli görürmənlər, yuqorida Zümrətay aytib ötgündək, ətə intan keskin bir can bulduğunu turğanlam gəp, ətlikə biz ötken həftədə Dünya Uyğur Qurultayınınki iki qatım bir axbarat elan qilish yığını oldu. Bunun içindəki Xalqara Kechirim Təşkilatı, Xalqara İnsan Hüquqlarının Küzətiş Təşkilatı degan təşkilatlar özara həmkarlaşıb açqan paralı şəkildəki yığınlarda bular oturup qoyuldu. Bunun içiga həminlarınki günlük xəbərlərdə, köyninglərdə Xitay diplomatlarınki qandaq şəkildə mat bolğanları həmmisi iniq görsülüb sınıq ilinğan idi. Həmdə bunun üstüge ətlikə Xitaylar İbaytun Zümrətay deb ötkündək Uyğurunu əkilib vətəndən bir yalğan guvaçılıq tartış ehtimali turğanlam gəp, ətlikə yığınımı sizlərə naq meydan tarqıtışqa amalba tirişimiz. Əgər bolmağan təqdirdə hazırki şəkildə sizlərə tarqıtıb, ətki yığınını təfsili məlumat berishga tirishimiz. Xo'sh, qarindoshlar, biz İbaytun tushdan burunqi 51 növbətlik umum vəkillər yığında naq müşahidə ötküzüldü. Hazır görüb turğanlardak yığın axırlaşay deb qaldı. Tushdan burun bu yerdə müstəqil dövlətlər, yəni BDT-yə əza bolğan dövlətlər söz qılğandı. Tushdan keyin bu yerdə təşkilatlar və müstəqil bolmagan dövlətlərə vəkillik qıldığan şəxslər söz qılışqa başladı. Tushdan burunda biz şu yığın qatnaşıb atqan çağda bir xəbər tapşırıb aldıq. Uyg'urlarga qarshi Xitoyni qo'llab qo'yayotgan davlatlarning soni hammalarning xabari bo'lganda kundan kunga ozib menyotdi. Aksincha Uyg'urlarni Dunyo Uyg'ur Qurultayini qo'llayotgan davlatlar, BDTdagi davlatlarning soni 60 dan oshib ketdi. Xitoyniki oxirgi qitim sizlarga xabarlantirgan vaqtimizda 30 ga chiqib qolgandi. Biz tushdan burun yig'in qatnashayotgan vaqtimizning o'zida Iroqningki bu Xitoyni qo'llaydigan davlatlarning qatoridan chiqib ketganlik xabarini topshirib oldik. Onundan sırt yana başdan ayak Pakistan'daki Xitoyni qo'llash tarafdori bo'lmaganligini topshirib oldik. Ham yig'in jarayonida Pakistan'daki diplomatlarimiz so'z qilib, ismini atmagan asosda qaratmalik shaklda qilib turib, ba'zi davlatlarningki Müslüman qarindoshlarimizningki terrorlikqa qarshi va oshqullikqa qarshi degan nom ataqning ostida turib, ularningki inson haq huquqlarini xohlagancha yo'q qilib o'tish, ularga ashaddiy zulmlarni ishlatayotganligini anglab inton chuchuduq va qattiq afsuslanamiz deb qaratmalik shaklda Xitoyga bir norozilikni bildirgan bo'ldi. Xo'sh, Zümrətay xonim, endi men hozir deb o'tgan to'xtalgandek, tushdan burunqi yig'inda inton bizni xo'shal qildigan ishlar yuz berdi. Bu vaqtda siz qisqacha to'xtalib o'tsangiz, andan keyin sizdan yana bir savolim, bu Xitoylarni qo'llayotgan davlatlar kun sayin azib menyotdi. Hozir bularni qo'llayotgan davlatlarning soni xatolashmasam 28 ga chiqib qoldi. Endi buningki Xitoy buningga qarta qandaq bir taktikka qo'llandi? Buningki endi Uyg'urlarga qarta bo'lgan ijobiy taraflari qandaq? Bu haqda qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. To'g'ri, siz degandek Xitoyni qo'llaydigan davlatlar aziyib menyotdi. 2019 Xitoy boshqa davlatlarning nomida bir bayonot bergan chaqda 60 tek davlat bu Xitoyni qo'llab chiqqan. Undan keyin 2 yilning 3 yilning ichida bu 60 degan davlat aziyib menyotdi. Bugungi sonni qarasak 28, atdeganga qarasak 29 dan 28 tushib qolibdi.
Demek hazır 2-3 yılın işidilam Xitayga bo'lgan besim ko'p edi. Hem Xitay masalan har qancha nima qilamiz desimi her qancha buni oshkorlamaymiz desimi yana oshkorlanib qoldi. Chunki bu faqat xalqaro tashkilotlar qilmadi. Nurg'un davlatlar oqidan besim qotidi. Ham BDTning mexanizmlari, BDTning o'zimi besim qotidi. Shunga bo'lib bo'lmuş Oliy komissarning BDT Oliy komissarining doklad chiqqandan keyin texnik davlatlar bu BDTning dokladini e'tirof qildi. Çünkü u degan mustaqil shaklda yozilgan bir doklad. Şuna hamda uni har qanday davlat uningga ko'z yumolmaydi. Şuna masalan burun boşroq turgan davlatlar bo'lsa, u doklad chiqqandan keyin hozir ching turdi. Masalan Turkiya Şikapni oldida xeyli qattiq gap qildi mush yig'inning ishida o'zida. Turkiyaning o'zi bilan ko'rishdik. Ular dedi biz sizlar bilan billa biz sizlarni qo'llaymiz, ching turimiz dedi. Shunga bu 3 yil oldida Turkiya unchavola gap qilmadi. Bunchalik kuchli gap qilmadi. Hozir masalan siz dedingiz Iroqmi nemisini yeni yaptı. Demak, nurg'unlagan davlatlar mush hozirgi vaziyatda mush pozisyonda turyapti. Xitoyni aktiv shaklda qo'llamasmi? Xitoyga qarshi degan bir signal berdi. Shunga hozir uning hamda ahamiyati shunday yaxshi ham jiq bo'ldi. Chunki masalan Abay men kelishni oldilar. Xitoy ambasadorisi mushu biz turayotgan mishalardimi o'zi boshqa diplomatlar gap qilib yuribdi. Demak, bu nima demoqchi desangiz, hozir Xitoy nervus bo'lyapti, hozir qo'rqyapti Xitoy. Hiç qachon ambasador kelib bu yerlarda yurib boshqalar bilan undaq gap qilmaydi. Shunga o'zi ambasador kelib boshqa diplomatlarga mashliqi propaganda qilishning o'zimi bir ular bir qo'rqdi degan gap. Shunga bu bizning nimamiz davarimiz tugmadi. Biz texnik kuchli nim qilishimiz kerak. Ham butun o'zimiz turayotgan davlatlarning kapitallarida merkezlerde hükümetlerini çokum bizning masalamizni qo'llanglar deb nim qilish tirishimiz kerak. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Yuqorida Zumrata xonimi deb o'tgandek bu Xitoyninki burunqi hujum qilish, shug'ullik qilish holatidan hozir bo'lsa mudofaa qilish holatiga o'tganning o'zimiz biz uchun cho'ng bir g'alaba deb o'ylaymiz. Albatta bu biz uchun yetarli emas aziz qarindoshlarimiz. Bu yo'limiz albatta biz mustaqil bo'g'ich to'xtab qolmaydi. Xitoyning bu holga tushib qilishimi bizningki qilayotgan ishlarimizninki bir unumli bir rol o'ynayotganligininki yorqin ifodasi bo'lib hisoblandi. Uningdan sir tushdan keyingi tashkilotlar aro ichilgan yig'indimi so'z qilingan vaqtdami tor orqali Xitoy tashkilotlarınınki atalmış Xitoy inson haqlarini qo'g'dash tashkilotlarining vakillari so'z qilib turib, ularningki aytish bo'yicha Şinjan'daki Uygurlarningki haq huquqlarini intayin yaxshi qo'g'dayapmiz. Ularningki bo'libmi ana tilni erkinlik bilan xalqancha ishlatishiga kapolatlik qilyapmiz. Ularning ana tilga ega chiqishiga sharoit yaratib beryapmiz. Ular intayin erkin azod yashayotdi deb turib chalvo qilganmi bo'ldi. Xo'sh, bundan ko'ra olamiz. Atiki yig'inninki yana qancha keskin bo'lganligida. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar, programmamiz mishagichi olsun. Atiki yig'inda ko'rishkicha omon bo'linglar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid, Shvetsariya Janva Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan hammanglarga salom. İnşallah vatanimiz mustaqil bo'lib Sharq Turkistonda hammaylar ozod yashash tilki bilan hammanglar xushchaq qilinglar. Allohga omonat.